Xo'p, bolalar, bugun forex tilida razgon qilamiz. Balansi $10 bor. Bolalar, shu joydan buy pozitsiyaga kiraman. Narximiz zonani buzib o'tib, zonagacha qaytib berdi. Shu joydan buyga kirdik. Hozircha yo'l bo'yi yana dalifga qilamiz vaziyatga qarab. Maksimalniy ushlab turibdi foydamiz. Hozircha $5, $11. Xo'p, shu joydan bitta qo'shib olish kerak. Yaxshi, 20. O'y, yaxshi. $54 da yopildi. $64 balans bor. Xo'p, bolalar, narximiz zonaga keldi. Shu joydan sell pozitsiyasiga kirdik. Chunki bozor trend bor. Shu trendda narximiz olib tushish kerak pastga qarab. Hozircha full marja kirildi yana. Rezultatni o'zingizlar bilan ko'ramiz. Yaxshi. Shu yerdan qaytish kerak. Kutamiz bu yog'ini. Xo'p, orqaga qaytdi narx. Yaxshi. Eng tepasidan ushaldi. Ko'rayotganimiz eng sochidan ushaldi deydi narxi buni. $100 foydalanamiz. 135. Bu yerda zilkamiz 130 ga chiqqanda yana qayta yopib turib, reentry qilamiz. Xo'p, lekin bu tepaga chiqyapti. Biz bu yerdan selga dalifga. Rezultatni ko'rasizlar bolalar. Maksimal ushalyapti zonada. Kutamiz. Selga davay, sell. Full. Shu joyda 180 yopildi. $234 balans. Sellni erta yopib qo'yib biz yana har doimgidek shu joydan yana buyga kiramiz. Agarlar narx orqaga yurishi kerak. Lotimiz 0.85 e'tibor bergan bo'lsalar 3 ta kirdim. $234 balansga ko'tarish kerak. Yaxshi bo'ladi, go'zal. 300 sepasi yopilsa qachiyapti? 317. Balli $456 balans. Endi shu yerdan ham dalish sell kiramiz. Trend bitta tushayotganda dalish olib tushishi ham kerak trend. Yaxshi, selga qo'shilib oldik. Bu ham bo'laveradi. 200. Balki 200 uspet qilmadim. Kutamiz. 132 $600 bo'ldi. Oxirgi bozorda yonboshda bunaqasiga trend borligi sabab shu yerdan yana buy zonaga kirsa bo'ladi. Bu yerda birinchisi, ikkinchisi bunaqasi. Shu yerdan buy kirsa bo'ladi. Hammasi prem klassika bo'yicha sizlarga zona qilib berilyapti. Selga iz berish ehtimoli bo'ladi shu switchani, shundan dalish entry bo'ladi. Trendimiz уже ikkinchi kasaniyada, uchinchisini ham o'ynab berish kerak. Ketdik, pul kirildi buyga. Yaxshi. Yana bitta davay impuls bo'ladi. Agarlar 400 $500 da yopildi. $1055 balans bor. Ko'rgan bo'lsanglar, narx prem aytilgan zonadan tushyapti. Erta yopildi deyman, shu yerdan sell kiraman. Impulsga yana narx shu joyda o'zida manipulyatsiya qilamiz. 222 300 sepasi yopildi. 1400 balans bor. Kutamiz. Keyingi switch chiqib turib, hozir 13 sekunddan keyin selgiz beradigan bo'lsa, shundan dalish yana buyga kirsa bo'ladi. Ikki tarafiga ham oldik narxni. Yaxshi, shuni o'zi selga impuls berdi. Ketdik buyga. Trend buzolmaydi, chunki ikkinchi kasaniya bu, uchinchi kasaniyada buzilishi kerak trend. Full kirdim. Onasini emsin qayga ketyapti bu ballach. Ketdik. Bay. Davay. Uchish kerak. Balans ko'taradi. Full dalifkani ham. Dalifga qilyapman. Switchga qaytganda dalifkani tiqib qo'yapti. Shuning uchun yaxshi, davay. Uchish kerak. Bitta impuls, chuqurroq, kattaroq impuls berish kerak. Chunki bu yerda kattaroq zona bor. Shuni hisobiga $900 foyda. 1021. 1300 yopildi. $2805 balans. Buni uzoqroq muddatga ushlasak bo'lar edi, lekin biz ushamadik jigarlar. Shu joydan yana dalishi bozorda orqaga impulsiga kirsa bo'ladi. 0.85 emas, endi 2 lot bilan entry qilsa bo'ladi. 1, 2, 3 ta. Buyga dalish chiqib ketib qolmaydim, bu ballak bekor yopdim-da pastaga buyga. Lekin orqaga korreksiya bo'lishi kerak-da, bu 3 dan oldin korreksiya berish kerak. Yaxshi.
1000 deyapti. 3899 dollar balans yana. Erta yopgan bo'lsam, shu yerdan yana buyga entry qilaman. Chunki narx oxirgi tushishi bo'ladi-da, stoplarni yig'ishtirgan tushadi. Shu joydan buyga entry qildik. Rezultatni yana ko'rasizlar. Har bitta kasaniyada, har bitta switchada olinyapti bozordan. Lotni kattalashtiramiz 5 bilan, pastrog'idan yana bitta ushlashga harakat qilamiz 2 ta. Ketdik endi uchish kerak. Entry zonalar ko'rishinglar mumkin. 700 minus 1000 bilak. Voy bilak 2000 bu safar oqdimmi deymanda. Chista oqib qo'ydim. Narx go'zal kelayotganda oqdik. Ketdi. Yaxshi, davay, impuls bilan. 600 2000 3000 3,5 menimcha shu joyga yetadi. 5000 zona prem uchib berdi. Zona mana narx qo'y. Voy, aytilgan joydan prem uchdi 7000 foyda. Shu yerda bitta yopiladi 11200 balansga olib chiqildi bo'ldi 10 dollardan. Lekin bir martada o'xshamadi, 3-4 martada o'xshadi. Shuni hisobiga hamma hisob kitobinglarni olinglar. Hammaga rahmat.